Sunukung Putilavdan maharet öğrengen vaqtning o'zida nima uchun Sunukung bir daraxtga o'zgarib qo'ysa, Putilavdu dahshat ochiq yo'qol bu maymunak deb Sunukungning yolvurishiga qaramay, ustoz deyishga qaramay buni haydab o'tadi mush vaqtda. Putilavduning zot nima maqsadi bor? Hamda bu yerdagi Putilavduning maqsadimi Sunukung chimentda qaytgandan keyin tushungandek bo'ldi. Unda sizlar tushunganmi? Mazmun qiziqadigan do'stlar, meni go'nja qo'lib birdan yaxshi yurganlarni bir o'tib filmning davomiga diqqat qilinglar. Sunukung chimentda qaytib kelgandan keyin Putilavduning nima uchun haydab o'tganligining yana bir maqsadi borligini tushungandek bo'ldi. Chunki Sunukung mush vaqtning o'zida chimentda yana qaytib kelmagan bo'lsa, chimentda texim og'ir oqibat yuz berdi. Chimentda Sunukungni chimentda bo'lmay qoldi. Mush vaqtning o'zida qanday bir hodisani ko'rdi? Sunukung kelgandan keyin qars maymun ballarim yo'q, izdab vaqirab yurib bir qancha aran topdi. Bularni anglasa, eliqi jon kezde albasıdan bir sikilip, chimentdag'ni supertilxarni egallab olgan Sunukungning qattiq ochiq barsa bu yer bu chimentdag emas, vayroni bir holatda nurg'un maymunlarni urib jazolagan, o'ltirayotgan, ishq sevayotgan bu supertilxar emas, jundipertilxarga aylanib ketgan Sunukung qattiq açıq geldi. Sonundan yüzden tükünücülüp, bir qancha maymun lashkarlarini apirib, bu albas bilan jang qildi. Buni yo'qotdi. Endi o'sha vaqtning o'zida qarsa, bu g'arning egisi jon kezde eliqi bir albasdi. Endi bu vaqtda mushatki chimentda superli qarsa, buning egisi parcha kim bo'lib ketgan? Eliqi jon kezde albasdi. Bir tarafda O'rjamal Maymunsha, bir tarafda jon kezde albasdi. Bir tarafda superdilik chiroyli bu g'ar, bir tarafda jundi perdilik bu g'ar. Bu nimani tushuntirib o'tadi bu yerda. Endi bu vaqtning o'zida Putilavdu Sunukungga dal haqiqiy mahoratni o'rganib, o'zini bilanmay va ko'ranglab ketgandan keyin qalbidagi takabburlik, senmi mushundaq takabburlik, mushundaq ask bo'lib, mushundaq bo'lib ketma deb mushadagi bir ishni tushuntirib o'tadi Sunukungga. Ya'ni Putilavdu Sunukungning mahoratinin o'sishiga ergishib, buning qalbidagi qorong'ulik, salbiylikning tang yuqorilab ketganligini, texim ko'ranglab, texim o'z xudini bilanmaydigan mushundaq bir holat kelib qolganligini, rezillikning bu tang o'sib kichining oldini olish kerakligini bildirib o'tadi. Ya'ni Sunukungning bu salbiy tarafdagi mush mijoz xarakterini tizginlab, uni teximi bir tavlab chiqmoqchi. Sen mening mahoratimni o'rganganligini ham yaxshi qilishing kerak. Shaxsan sen mening qachondadir 7 yildan ortiq turding. O'zingning bu yerda qarindoshlarini, maymun ballaringni, maymun qarindoshlaringni unutib qolding. O'zing yaxshi kuniga erishib, mushundaq bir iqtidorlik olaydi, mahoratlik, katta boy bo'lgan vaqtingizda, eliq asli vastinglarni unutib qolma. Shularga tegishli yaxshi qilishing kerak. Sening bu o'rgangan mahorat iqtidoringda oshularning haqqi bor. Oshular o'z vaqtini yuz ko'tarib mushak avatgan arzulab, endi sen berib shularga javob qaytaradigan vaqting keldi. Shular taskin qolgan vaqtingizda sen bu o'rganganlaringdan foydalanib shularni qutqizishing, shularga mehr shafqat yetkazishing kerak deganni Sunukungga haqiqatni bildirib o'tadi. Sunukung ayni dastlabda Putilavduning qishidan bir ochiqlab ajabmin ketkizibotda deb ketganda qilgan bilan ishdan tushunganligini asli men dal vaqtida qaytib ketdim. Meni qo'g'layotgan to'g'ri kelmishak, kamsam bo'lmaydigan bir holat kelib qolibdi deganni qildi. Sizlar ish qildinglarmi endi? Undan so'ng G'arbga sayohat nomli asardagi keyingi mazmunlarga qiziqsanglar, meni go'nja qo'llashni unutib qolmanglar. Rahmat.